Assalomu alaykum. Bugun 9-iyun seshanba kuni 2026-yil. Namangan shahar Qizilko'prikda Javirovda Erdav oshxonani qavatli oshxonani taklif qilib chaqirishga keldim. Hozir ichkaridan tanishtirib ijod bajarib yuramiz. Bo'pti. Malham degan shashlikni tanishtiramiz mana. Hop. Bizda kasa shu. Yodladim. 4 xil ekan. Mana adam joylar bor. Erdas non markazi. Mana Lazarosh to'ynoshi. 3 ta qiz bilan 3 ta katta tuxum. Somsa bilan sho'rva shashliklar mana. Har xil turli ovqatlarni tanishtiramiz. Rasmda mana nima bor bo'lsa, o'sha ovqat bor. Mana bu yerda choyxona, non choylar. Mana o'zicha. Mana Toshkentlik bloger administratorim Azamat Jumaniyozov tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Obunachilar, kelinglar. Faqat yaxshi umlashib qolganmiz. Bundan keyin ham yaxshisi bo'ladi, xudo xolasa va arzon va sifatli va skidga. Firdaus shoxonasida 50 yillik skidga. 25 ta kabina bor. Endi ichkaridagi Bu kishi mana qo'ur ekanlar. Qo'ur ekanlar. Oshpaz. Nomeradin oshpaz. Nomeradin Namangan oshpazlari ekan. Ha, endi ikkinchi qavat. Skidga ekan. Bo'ldi, ikkinchi qavatga chiqib ketdim. Ikkinchi qavatdan tanishtiramiz, bo'pti. Hozir barchamizni davom etamiz. Mana namoz o'qiydigan joy, hozirlarni tanishtiramiz. 25 ta kabina bor, 25 ta joy bor. Mana ikkinchi qavatga chiqdim. Hozirlarni joyda bajarib tanishtiramiz. Bo'pti. Mana odam joy bor. Mana kabina bor. Mana monitor yo'q. Hozir pastga tushib, ijod bajarib tugatamiz. Bo'pti. Hozir ko'chada xayrlashib uchiraman. Mana bu yerda devzira kunduz kuni bitta bo'ladi. Mana da lazer to'yosh kunduz kuni bitta bo'ladi. Ha, mana ben
bir yil kurashxona chorsiga qarab ketadigan yo'l. O'zog'ini ham tekshiramiz. Bo'pti. Mana men to'g'rida Yangi Qo'rg'on nana qarab ketadigan yo'l. O'zog'ini ijodni bajarib tugatamiz. Bo'pti. Mana ertaga oshxonaga albatta kelinglar. Boshqa shaharda mehmonlar sizlarni kutib qolishdi, taklif qilishdi, albatta kelinglar. Endi mana ijod bajarib tekshirib tugatdik. Bo'pti.